Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi katta partiyamiz Namanganga chiqib ketyapti, xudo xolasa. Deyarli tayyor bo'lib qoldi. Mana ikkitaga o'xshatib o'raymiz chiroyli qilib. Bu joyda 11 ta jami, 150 ham bor, 200 ham bor, 250 ham bor, ya'ni kvadratini yozardik, endi oxirgi paytda klavatini yozyapmiz. Bu degani 15 klavat, 20 klavat, 25, 30, 35. Bu joyda hozir tayyorlayapmiz. Katta 70 imiz ham bor. Ikkita betda 200 talik bor. Garelkalarimiz chiqqan. Bu ham tayyor. Двойной reduktorli ikkitadan reduktor qo'yilgan. Через переходный val bilan o'tadi. Baquvvat. Xudo xolasa Namanganga yetkazib beramiz bugun. Manipulyatorimiz mashinamiz kelsa. Xo'p, 35 kilovatligimiz bu bitta 35 kilovatdan 30 kilovatdan ikkita, 25 kilovatdan ham ikkita, 20 kilovatdan 4 ta. Bu joyda ikkita, bu joyda ikkita. 150 dan bir dona. Bu joyda 70 taligimiz bo'lsa, jami 11 ta xudo xolasa bugun chiqib ketadi. Tayyor turishibdi, xudo xolasa mashina kelsa yuklab olamiz. Hozir bularni ham o'raymiz, chiroyli qilib mana unga o'xshatib, salafallab, upakovka qilib, chiroyli qilib o'rab beramiz. Borganda, magazinda turganda ham bitta ikkitasini ochib qo'yishaveradi, qolgani chang bo'lmasdan toza holatda turadi. Odatda uzoq joyga chiqarsak yoki magazini bor klientlarimizga, sotuvchi klientlarimizga chiqarganda o'rab beramiz. Ular ham o'zining mijozlariga chiroyli holatda topshirishadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana bu orqa tarafda ham kraskaga tayyor 25 kilovatlilarimiz. Bular adashmasam hammasi 25 taliklar. Kraskaga tayyor holatda turibdi. 70 talik garelkasini ham bitta ko'rsatib qo'yay. 70 kilovatliniki. Mana shunaqangi katta bo'ladi. Bu olov yonadigan joyi ham katta, o'zi ham uzunroq bo'ladi. Ventilator havo beradigan ham katta, lekin motorlari 0.37 bo'ladi. Bularniki 0.25 bo'lsa, kichkinalarniki buniki 0.37. Motori ham baquvvat. Juda baquvvat holatda. Xudo xolasa bugun chiroyli qilib yetkazib beramiz. Endi ozgina ishxonamizda ozgina tartibsizliklar bor. Betga steshga qo'yganimizdan keyin shuna holatda turibdi. Endi bularni ham yo'qotib, tekslab olsak, mana o'zlarimiz ham bitib qoladi. Tomlarni bitirish arafasidamiz, xudo xolasa. Akalar, manipulyatorimiz ham yetib keldi, ishni boshlashdi. Katyullarimiz ham o'rovdan chiqqan. Hammasini chiroyli qilib o'rab, upakovkasini qilib qo'ydik. Yaxshi holatda yetkazib berish niyatimiz. Bu yerda yuklab olib chiqib ketishlari ham oson bo'ladi manipulyatorda. Borgandan keyin klientimiz do'konlariga ham tushirib berishlari ham ancha oson bo'ladi. Bizi asosiy farqimiz sifatda. Narxlar ba'zi bir sotuvchilarga nisbatan bizga qimmat bo'lishi mumkin, lekin mana bu og'irliklarni o'zidan ko'ringlar. Mana 200 kvadratli katyolimiz jami og'irligi 284 kilo. 250 kvadratligimiz 323 kilo. 300 kvadratligimiz 327,5 kilo. E'tibor bersalar 250 bilan 300 kvadratli katyolimiz og'irligi ko'p farq qilmaydi. 350 kvadratli katyolimiz 338,5 kilo. Bu 250 kvadratli katyolimiz boshqacha tipdagi chiqqan katyoldan. Hozir mana bu joyda kraskaga tayyorlab qo'yilgan, ancha-munchasi bitta yomg'irda keyin mana shu holatda bo'lib qoldi, ozgina zang tegib bu kraskadan yo'qib ketadi, kraska qilinadi. Mana bunaqa tipda bu. Ham gorizontal, ham bu yog'iga vertikaliga teplanmayligi bor. Shuning hisobiga bu bo'yi pastroq bo'lgan, lekin material deyarli 300 kvadratli katyolimiz materiali ketgan. Lekin buni 250 deb beryapmiz. Tushungan insonlar bo'lsa 300 da ham olishmaydi, mana shuni olishadi. Demak, deyarli 300 materiali ketgan menga. Kompaktligini hisobiga, effekt jihatdan, lekin bu zo'r. Buni tavsiya qilyapmiz. Qolganlari mana aralash, har xilidan bor. Kimdan katyol olsalang ham iloji boricha kvadratini, kilosini so'raylar. Mana bizniki mana shunaqa. 1 kilo, 2 kilo farq qilib qolishi mumkin. Maksimal. Mana. Hatto garelkamiz 52 kilodan. Standart bu yoqda 70 kilovatligimizniki bir 70 kilo atrofida, 70-80 kilo atrofida chiqadi. Bular deyarli bir xil garelka ishlatilganligi uchun shunaqa. Kimdan katyol olsalang ham jami og'irligini so'ranglar. Mana shunda ishlatilgan metalning hajmi, sifati aytib beradi o'zi. Ko'rinishdan farqlanib iloji yo'q bo'lishi mumkin, ko'rinishdan farqlanishdi, lekin qalin metal ishlatilsagina mana shu kilogrammlarda bo'lishi mumkin.
Shuning uchun ro'yxatni chiqarganmiz. Buni bemalol borgandan keyin ham tortib ko'rsalar bo'ladi. Mana garelkalarimiz katyolar yuklab olindi, deyarli tayyor. Bitta 70 kilovatimiz bor, bu yoqda 70 kilovatga qoldi. Mana bu joyda mana 70 kilovatli garelkasi mana shu bir 70-80 kilo atrofida chiqadi. Bu ham katta og'ir. 150 niki bular 200, 300, 250, 350 gacha bir xil.